Bugungi kunda yurtimizning boshqa hududlari qatori Farg'ona viloyatida ham sportning voleybol turi yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otib kelayotgan yo'nalishlarning biriga aylandi. Davlatimiz rahbarining voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bo'yicha amalga oshirilayotgan samarali ishlar hozirda qishloq hududlaridan ham chempionlarni kashf etmoqda. Mana bir necha yildirki Qo'shtepa tumanida faoliyat ko'rsatayotgan sport klublari iqtidorli voleybolchilarni tarbiyalashda yetakchilik qilib kelayotgan maskanlarning biriga aylandi. Ayniqsa sport ta'lim muassasalari bilan birga mahallalar tashkil etilgan voleybol to'garaklari bugun mahalla yoshlari orasidan chempionlarni chiqarmoqda. Do'rma mahalla fuqarolar yig'inida 5000 dan ziyod fuqarolar bor. Hozirgi kunda 30-35% ga muntazam sport bilan shug'ullanishga erishdik. Uyushmagan aholining ayollari voleybol sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallab kelyapti. Mana 4 marta shu bizni mahallamiz uyushmagan aholilar 5 tashabbus olimpiadasida faxrli o'rinlarni olib kelishdi. 2 ta universal maydon, 2 ta workout maydonlarini yutib kelishdi. E'tiborlisi mahalla qizlari har yil o'tkazilayotgan 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarida faol qatnashib, yaxshi natijalarni qayd etishmoqda. Bu esa o'sib kelayotgan yosh voleybolchilarga motivatsiya bo'lib, ularni ham yuqori marralar sari yetaklamoqda. Hozirda do'rmonlik qizlar oldinda turgan musobaqalarga jiddiy tayyorgarlik ko'rishmoqda. 10 yoshimdan beri voleybol sport turi bilan shug'ullanib kelyapman. Avvalo bu sport turiga kirib, sog'lom bo'ldim. Umid nihollari musobaqalariga qatnashdim. Hozirda biz mahalla qizlari bilan birgalikda 5 tashabbus musobaqasiga qatnashib kelmoqdamiz. Bizni yutuqlarimizni ko'rib, mahallamizdagi qizlar ham 5 tashabbus musobaqasiga jiddiy tayyorgarliklar ko'rishyapti. Bizning maqsadimiz tumanimizda voleybol sport turini rivojlantirish. Bir so'z bilan aytganda, jamoaviy sport turlarini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan samarali ishlar kelgusida Qo'shtepa tumani yoshlari orasidan xalqaro musobaqalar g'oliblarini chiqarishga xizmat qiladi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev, Ikrom Jo'rayev yangiliklar informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.